Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz bir jinsli differensial tenglamaga keltiriladigan tenglamalar. Birinchi holatda tenglamamiz ana bu ko'rinishda bo'lsin. Y dan x bo'yicha hosila barobar f a1 x plus b1 y plus c1 a2x plus b2y plus sek. Qarasak, tenglamada mana bu c1 bilan sek yo'q bo'lsa, surat mahrajini x ga bo'lganda mana bu yerda y taqsim x, mana bu yerda x o'sadi, mana bu yerda ham y taqsim x bo'ladida, tenglama bir jinsli differensial tenglama bo'lib qoladi. Bu c1 bilan sekni qanaqa qilib yo'qotamiz degan savolga birinchi navbatda a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus sekni teng 0 desak, bu ikkalasi to'g'ri chiziqni ifodalaydi. Biz bu to'g'ri chiziqlar parallel emas degan shartdan foydalanamiz. Bu to'g'ri chiziqlar parallel bo'lmasligi uchun mana bu determinant noldan farqli bo'lishi kerak. Shunda to'g'ri chiziqlarning burchak koeffitsiyenti bir-biriga teng bo'lmaydi. Bu degani to'g'ri chiziqlar parallel emas degani. Demak, shu holatida mana bu ikkita to'g'ri chiziqni shunday ikkalasi kesishgan x0 y0 nuqtasini topamizki va koordinatalar sistemasini mana o'sha ikkita to'g'ri chiziq kesishgan, masalan mana bunday to'g'ri chiziqlar kesishdi, mana keshish nuqtasi x0 y0 koordinatalar sistemasini parallel ko'chiramiz shu nuqtaga. Ya'ni yangi koordinatalar sistemasini kiritib olamiz. Natijada bizda yangi koordinatalar sistemasida mana bu ikkita to'g'ri chiziq mana bu c1 c2 o'chadida, koordinatalar boshidan o'tgani uchun mana bu c1 bilan c2 o'chadi, yo'qoladi. Keyin bu yerda c1 c2 o'chganidan keyin surat mahrajini x ga bo'lsak, o'z-o'zidan bir jinsli differensial tenglama ekanligi ko'rinib qoladi. Yangi koordinatalar sistemasiga o'tish. Bu bo'lsin bizda avvalgi x, mana bu y bo'lsa, ana bu yuqoridagi u, bunisini v desak, demak
x dan u ga, y dan v ga o'tish tenglamalarini yozamiz. Demak, x barobar u plus x0, y barobar v plus y0. Bu x0 y0 ni qanday topamiz desak, mana bu ikkita to'g'risida tenglamasida keshish nuqtasini topishimiz kerak. Mana x0 y0 larni qo'ydim va shu ikki nomani, ikkita tenglamani yechamiz. Bu yerda a1, b1, s1, a2, b2, s2lar oldindan berilgan sonlar bo'ladi. Shu yerdan x0 y0 ni topib, mana bu yerga olib kelib qo'yib, u va v ni topamiz. U va v ni bu yerdan topsak, u barobar x minus x0, v barobar y minus y0 bo'ladi. Va shu ikkalasini mana bu tenglamaga olib kelib qo'yamiz. Natijada mana d y ni o'rniga y ning o'rniga mana
v plus y0 qo'yamiz. X ni o'rniga bo'lsa u plus x ni qo'yamiz. Barobar f hovuz ichida a1 u plus x0 plus b1 v plus y0 plus s1 taqsim a2 u plus x0 plus b2 v plus y0 plus s2. Natijada mana bu joyda differensiallar yig'indisi yig'indini differensialiga tengligidan sonni differensiali 0 bo'lib ketadi. Natijada dv taqsim du barobar f hovuz ichida ochib chiqadigan bo'lsam a1 u plus b1 v plus a1 x0 plus b1 y0 plus s1 taqsim a2 u plus b2 v plus a2 x0 plus b2 y0 plus s2 bo'ladi. Endi bizda mana bu uchisini nimaga teng bo'ladi? Mana shu uchisi 0 ga teng bo'ladi. Mana bu uchtalasi esa mana bu uchtalasi mana bu. Demak bizda faqat dv taqsim du barobar f a1 u plus b1 v taqsim a2 u plus b2 v. Surat mahrajini uga bo'lsak mana bir jinsil differensial tenglama. Sababi tenglamaning o'ng tarafda turgan funksiyamiz v taqsim uga bog'liq. Endi bu tenglamani yechib bo'lganimizdan keyin bizda masalan u va v ga o'zgarmas songa kattasi barobar teng 0 yechim hosil bo'ladi. Endi bizda masalamiz x va y ga bog'liq holatida berilganligi uchun u va v ni qaytadan mana bu yerda topib qo'ygan. Mana bu yerda topib qo'ygan. Mana u'miz x minus x0 ga teng, v'miz esa y minus y0 ga teng. Mana shularni olib kelib qo'ysak har birini o'rniga. Demak biz masalani to'liq yechgan bo'lamiz. Endi ikkinchi holati. Bu ikkita to'g'ri chiziq parallel bo'lsa-chi. Ya'ni A1 A2 B1 B2 determinanti 0 bo'lib qolsa, bu holatda demak burchak koeffitsiyentlar o'z-o'zidan bir-biriga teng bo'lib qoladi. Endi bu holatda ikkita to'g'ri chiziq parallel bo'ladi. Endi ustma-ust tushadigan holatda bu yerda s1 bilan s2 ham teng bo'lishi kerak, lekin bu holatda tenglamada qisqarish holatda uni unchalik qiyin bo'lmaydi. Ya'ni tenglama y' barobar bu holatda f
f son bo'lib qoladi. Bu oson yechiladi. Bunga hech qanaqa muammo yo'q. y taqsim dx ni u tarafga o'tiramiz. Natijada y barobar f a ko'paygan x plus s degan yechim hosil bo'ladi. Endi bizda ikkita to'g'risi parallel, lekin ustma-ust tushmasin bu holatda. Demak, s1 s2 bir-biriga teng emas yoki a1 a2larning proporsionalligi s1 s2ga teng emas deb qaraymiz. Nisbatlari bir-biriga teng emas deb qaraymiz. Endi xohlagan bitta tenglamamizni z bilan belgilab olamiz. Masalan, yuqoridagi tenglamani men z bilan belgilab olay. Endi bizda mana yuqoridagi tenglamani z bilan belgilab oldik. Pastdagi tenglamani tenglamada ham xuddi shu narsani olib borib qo'yamiz. Mana bu yerga. Buni ham shu yerga yozib olay. Mana yuqoridagi tenglamaga z ni qo'yapman. Endi pastdagi tenglamaga ham xuddi shu z ni qo'yamiz. Lekin bizda bu yerga to'g'ridan to'g'ri qo'yishimiz uchun a2 bilan a1 ning nisbati bizda biror bir m soni bo'lsin. Bu holatda a2 miz a1 ko'paygan m bo'ladi. Endi o'z-o'zidan bu yerdan shu yerda b2 taqsim b1 ham xuddi shunday m s1 taqsim s2 ga nisbat yo'q. Endi hosil olsak, a1 mana bu tenglamada plus b1 y dan hosila, sondan hosila 0 bo'lib ketadi, z shtrix bo'ladi. Shu yerdan y shtrixni topsak, z shtrix minus a1 taqsim b1 bo'ladi. Olib kelib qo'ysak, z dan hosila minus a1 taqsim b1 barobar f, yuqoriga z ni qo'ysam, pastdagiga qo'yganda qanday qo'yamiz? Ya'ni mana bu yerda bularni olib kelib qo'ysam, mana a2 ning o'rniga m a1 x plus m b2 y deb qo'yamizda, plus 2 bo'lyapti. Endi shu yerga mana bu joyga m ko'paygan s1 minus m ko'paygan s1 plus s2 deb yozib yuboraman. Hech narsa o'zgarmaydi. Natijada mana buni o'rniga m ko'paygan z qo'yiladi. Minus plus s2 minus m1 s1 bo'ladi. Endi bu ikkalasi ham son barobar. Tenglama o'zgaruvchilar ajraladigan tenglamaga keldi. Buni yechish unaqa qiyin bo'lmaydi. Mana bu yerdan z shtrixni topamiz, z taqsim dx deb yozamiz, oson integrallanadi. Mana buni ham yechish usulini ko'rib chiqdik. Endi yana bitta holat. Keyingi holatimizda ma'lum bir tenglamalarni y barobar z ning m'si ko'rinishida almashtirib m ni topib bir jinsli tenglamaga keltirish mumkin bo'ladi. Endi buni misol yordamida ko'rsatib beraman.
Masalan, x ning 5-si y shtrix plus y ning kubi barobar x ning 6-si. Olib kelib qo'yamiz. X ning 5-si bundan bir marta hosil olsam m oldiga tushadi. Z ni m minus 1-si. Yoki qo'ysam m z m minus 1 plus z m ni kubi barobar x ning 6-si. Bu uzun, mana bu yerda hosilasi qolib ketdi. Murakkab funksiya bo'lgani uchun mana bu yerdan shu yerda hosila bo'ladi. Endi shu yerdan z shtrixni topamiz. Topsak x ning 6-si taqsim x ning 5-si m z m minus 1 plus minus bo'ladi ekan z 3m-si taqsim x ning 5-si m z m minus 1 bo'ladi. Shu yerdan z shtrix barobar mana bu yerdan x taqsim m z ni m minus 1-si minus mana bu yerdan esa z 2m plus 1 bo'lar ekan. Daraja yuqoriga chiqsak x ning 5-si m bo'ladi. Endi bir jinsli tenglama bo'lishi uchun bizda qanaqa bo'lishi kerak bu holatda? Mana bu o'ng tarafidagi funksiya z taqsim x ko'rinishida kelishi kerak. Bu z taqsim x ko'rinishini yana bitta tushunishimiz mumkin. Tenglamada z taqsim x kelganda z va x larni agar nisbati bo'ladigan bo'lsa tenglamada, demak o'z-o'zidan ularni darajalari teng bo'lishi kerak degan xulosa chiqadi. Masalan, birinchisida mana bu yerda daraja 1, mana bu yerda m minus 1. Demak, 1 ni m minus 1 ga tenglash kerak. Mana bu yerda 5-siga teng, mana bu yerda bo'lsa 2m plus 1-siga. Demak, 2m plus 1 ni 5 ga tenglash kerak. Shunda z taqsim x ni 5-si, x taqsim z ni yoki z taqsim x ni minus 1-si hosil bo'ladi. Shuni yozamiz. M minus 1 barobar mana bu yerda x ning darajasi 1 ga teng. Mana bu yerda bo'lsa 2m plus 1 barobar 5 ga teng. Mana bu yerda m teng 2 bo'ladi. Mana bu yerdan 2m barobar 4, m teng 2. Mana ikki holatda ham m'imiz bir xil chiqdi. Agar bu narsa bir xil bo'lmasa, bu usul bir jinsli tenglamaga olib kelmaydi tenglamani. M ni endi mana bu tenglamada har biriga olib kelib qo'yamiz. Mana bu tenglamada. Olib kelib qo'ysam z shtrix teng demak mana bu tenglamani qo'ya qolaylik. Soddalashgani mana bu ekan. X taqsim 2 z minus z ning 5-si taqsim 2 x ning 5-si. Endi har bir holatga alohida masalalarni yechimi bilan ko'rib chiqsak. Birinchi misolimiz. X plus 7y minus 8 dx barobar minus y minus 9x plus 8 dy. Birinchi navbatda hosilani topamiz. Buning uchun dy taqsim dx ni topish kerak. dy taqsim dx barobar. Demak, mana bu narsa ifoda tenglama bu tarafiga bo'linib tushsa, minusni ham ichiga ko'paytirib olaylik. Shunda makhraj x plus 7y minus 8 9x minus y minus 8 ekan. Demak, x 0 plus 7y 0 minus 8 teng 0. 9x 0 plus minus y 0 minus 8 teng 0. Pastki tenglamani 7 ga ko'paytirib qo'shsak.
64 x0 barobar qo'shadigan bo'lsak -8 -56 teng 0. Bu ham 64 bo'lar ekan. Shunda 64 x0 barobar 64 x0 barobar 1 ekan. Endi y0 topamiz. Y0 topish uchun pastga tenglama olib kelib qo'ysak 9 -y0 -8 teng 0 ekanligidan y0 1 ekan. Mana x0 y0 topdik. Endi u barobar x barobar u plus x0 x0'imiz 1 ga teng, y barobar v plus y0'imiz ham 1 ga teng. Mana natijada tenglama olib kelib qo'ysam bu narsalarni d tenglama d v plus 1 taqsim d u plus 1 barobar u plus 1 plus 7 v plus 1 minus 8 9 u plus 1 minus qavs ichida v plus 1 minus 8. Qavslarni ochib yozsak d v taqsim dx d v taqsim d u barobar bo'ladi u plus 7 v ga. Pastida esa 9u minus v bo'ladi. Sabab mana 8, mana minus 8 yo'qoladi. 9 minus 1 minus 8 bu ham yo'qoladi. Endi tenglama bir jinsli tenglamaga keldi. Surat mahrajini u ga bo'lsam endi v taqsim uni yangi nomalim bilan z bilan belgilasam v barobar sut ko'paygan u bo'ladi. U bo'yicha hosillasak v shtrix barobar z shtrix u plus z tenglamaga olib kelib qo'ysam z shtrix u plus z barobar 1 plus 7 z taqsim 9 minus z. Demak z shtrix u barobar 1 plus 7 z taqsim 9 minus z minus z. Mahraj bersam 9 minus z dan va u ga ham bo'lib yuborsam 1 plus 7 z minus 9 z minus plus z kvadrat taqsim 9 minus z 1 taqsim u. Endi dz taqsim du desam barobar mana bu z kvadrat minus 2z plus 1 bo'lyapti. Shuning uchun z minus 1 ni qavs kvadratiga kelar ekan 9 minus z. Zlarni bu tarafga o'tirib yozsam 9 minus z taqsim z minus 1 ni kvadrati dz barobar 1 taqsim u du. Ikki tarafini integrallaymiz. Hozir men buni birinchi holatda yechyapman. Mana o'zgaruvchi ajraladigan tenglamaga kelib turibdi. Birinchi holatda mana buni 0 dan farqli qilib yechyapman. Keyingi holatda bu narsani 0 qilib yechamiz. Bu narsa 0 bo'lishi uchun z ni o'rniga nima qo'yish kerak? 1 qo'yish kerak. Hozir biz z ni 1 ga teng emas deb yechyapmiz. Demak, bu yerda integrali bor edi. Endi mana bu yerda 9 minus z taqsim z minus 1 ning kvadratini barobar shunday yozaman.
1 minus z deyman, plus 8 deyman. Mana z minus 1 ni kvadrati. Natijada mana minus 1 taqsim z minus 1 plus 8 taqsim z minus 1 ni kvadrati hosil bo'ladi. Natijada bu ham integrallanadi, bu ham integrallanadi. Olib kelib qo'yay shu narsani. Integral qavs ichida minus 1 taqsim z minus 1 plus 8 taqsim z minus 1 ni kvadrat dz barobar. Endi bu tarafini yaxshi keyingi safar integrallab qo'yaveramiz. 1 taqsim u du. Integrallarning yig'indisi yig'indining integraliga teng ekanligidan ikkita integralga ajratamiz. Integral mana minus 1 taqsim z minus 1 dz plus integral 8 z minus 1 ni kvadrati dz barobar bu tarafini integrali ln modul u. Endi mana bu yerda z minus 1 bo'lgani uchun mana bu yerga ham z minus 1, mana bu yerga ham z minus 1 yozsam hech nima o'zgarmaydi. Integrallasam, birinchisini integral minus ln modulda z minus 1 bo'ladi, plus ikkinchisiniki minus 8 taqsim z minus 1 bo'ladi. Barobar ln modul u plus o'zgarmasdan qo'shishimiz kerak ln modulda s. Endi y darajasiga ko'tarsak, ikki tarafini y darajasiga olib qo'ysak bu hadlarni. Natijada ya'ni mana y darajasida mana bu barobar y darajasida mana bu qilib yozsak, bu bo'ladi 1 taqsim z minus 1 y darajasida minus 8 taqsim z minus 1 barobar u ko'paygan s bo'ladi. Endi joyga qaytaramiz. Z nimaga teng edi? V taqsim u ga. V nimaga teng edi? Mana bu yerdan topamiz bularni. U bu yerda x minus 1 ga teng ekan, v ham y minus v esa y minus 1 ga teng. Olib kelib qo'yamiz shularni. Mana bu y minus 1, mana bu x minus 1. Olib kelib qo'ysam 1 taqsim y minus 1 taqsim x minus 1 minus 1 y darajasida minus 8 taqsim y minus 1 x minus 1 minus 1. Endi mana bu yerda esa x minus 1 ko'paygan s. Mana umumiy yechim hosil bo'ldi. Mana yechim hosil bo'ldi. Endi bu yerda mahraj berib x minus 1 dan soddalashtirib qo'ysak bo'ladi. Endi ikkinchi holatda mana bu yerda z ni o'rniga 1 qo'ysak, haqiqatan tenglamani ayniyatga aylantiradi. Z 1 ga teng bo'lsa, z v taqsim u edi, y minus 1 taqsim x minus 1. Bundan kelib chiqadi y minus 1 teng x minus 1, y teng x hosil bo'lar ekan. Mana yana bitta yechimi. Demak, endi bu ham yechim bo'ldi-da. Endi keyingi masalamiz. Ikkita to'g'richida parallel bo'lsin bu holatida. X minus y minus 1 barobar plus ekan. Plus
y minus x plus 2 y shtrix barobar 0. Shu yerdan y shtrixni topsak, mana y minus x plus 1 taqsim y minus x plus 2 bo'lar ekan. Mana yuqoridagi tenglamani mana y minus x plus 1 ni z deb belgilay. Shunda z shtrix nimaga teng bo'ladi? Y shtrix minus 1 ga. Demak, bu yerdan y shtrixni topsangiz, z shtrix plus 1 bo'ladi. Shunda z shtrix plus 1 barobar z taqsim z plus 1. Sababi mana buni 1 plus 1 deb yozsak, mana buni o'rniga nima qo'yishimiz mumkin bo'ladi? Z qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi z shtrix barobar z taqsim z plus 1 minus 1. Mahraj beramiz z plus 1 dan. Shunda z shtrix teng bo'lar ekan z minus 1 z plus 1. Demak dz taqsim dz z plus 1 bo'lar ekan mana bu yerda barobar minus dx. Integrallaymiz. Z kvadrat taqsim 2 plus z barobar minus x. Endi z ni joyiga olib kelib qo'yamiz. Z ni o'rniga y minus x plus 1 ni qo'yamiz. Kvadrat taqsim 2 minus x. Mana yechim tayyor bo'ldi. Bu yerga endi o'zga misolni ham qo'shib qo'yishimiz kerak integrallagandan keyin. Mana bu yerda. Endi 3-chi masalamiz. 3-chi holatdagi x ni kubi y shtrix minus x barobar y kvadrat. Y shtrix barobar bo'ladi y ni kvadrati taqsim x ni kubi plus x ekan. Endi y ni z ni m-inchisi bilan almashtirsak, y shtrix teng m z m minus 1 z shtrix bo'ladi. Olib kelib qo'ysam, endi shu yerdan z shtrixni topsam, soddalashtirib yozsak, endi mana bu yerda m plus 1 ni 3 ga tenglayman. Mana bu yerda 1 bor. Shuning uchun m minus 1 ni 1 ga tenglayman. Yozaman. M plus 1 teng 3, m minus 1 teng 1. Bu yerdan m teng 2 chiqadi, bu yerdan ham m teng 2 chiqadi. Demak, m 2 ga teng ekan. Olib kelib qo'yaman endi. M ning o'rniga 2 ni. Z shtrix barobar z ni 4-chi taqsim to'g'ri. Mana bu yerga olib kelib qo'yishim kerak edi. Z ni kubi taqsim 2x ni kubi plus x taqsim 2z. Mana bu tenglama olib kelib qo'ydim m ni. Ko'rib turibsizlarki, demak tenglama bir jinsli tenglama. Endi z taqsim x ni u deb belgilasam, z barobar u ko'paygan x bo'ladi. Z dan hosil olsak, u shtrix x plus u bo'ladi. Olib kelib qo'ysam, demak u shtrix x plus u barobar u ni kubi taqsim 2 plus 1 taqsim 2 u. U shtrixni topaylik shu yerda. Buning uchun u kub taqsim 2 plus 1 taqsim 2 u ni bu tarafga o'tirib x ga bo'lish kerak. Bu yerga mahraj beramiz. Udan bu yerga 2 udan. Shunda u shtrix barobar u ni 4-chi minus 2 u kvadrat plus 1 taqsim 2 u ko'paygan 1 taqsim x ekan. Buni yanada soddalashtirsak,
uni kvadrati minus 1ni kvadrati ekan. 2u ko'paygan 1 taqsim x. Endi birinchi holat o'zgaruvchilarga ajraladigan tenglamaga keldi. Endi u kvadrat minus 1 ni 0 ga teng demaymiz. Shu holatda yechamiz. Mana bu ikki holatda yechardik-ku. Demak, uni du taqsim dx deb yozsam, u shtrixni va 2u taqsim u kvadrat minus 1 ni kvadrati barobar 1 taqsim x dx. Endi integrallaymiz. Buning uchun mana bu ikkalasini buni ichiga kirdirsam, differensialning ichiga integral olib kiradi. Bu holatda u kvadrat bo'lib kiradi. Demak, integral d u kvadrat taqsim u kvadrat minus 1 ni kvadrati teng ln modul x. Bu tarafini integrali ln modul. Bu yerda minus bo'lganligi uchun mana bu yerga minus 1 qo'yib yuboraman. Hech nimani o'zgartirmaydi. Natijada buni integrali minusdan 1 taqsim u kvadrat minus 1 barobar ln modul x plus s bo'ladi. Endi shu yerda uni joyiga qaytaramiz. U deganimiz nima edi? U deganimiz z taqsim x ga teng edi. Z nimaga teng edi? Y teng z ning iminchisi edi. Y barobar z ning kvadrati edi. U'miz esa z taqsim x edi. Demak, bu joydan, mana bu joydan z ni topsak, ildizosti y bo'lar ekan. Ildizosti y bo'lar ekan. Plus minusda shu olib kelib qo'ysam, plus minus modul ildizosti y taqsim x. Endi shularni olib kelib qo'yamiz bu joyga. Minus 1 taqsim kvadratga ko'tarsak y taqsim x kvadrat minus 1 barobar ln modul x plus s. Mana umumiy yechim topildi. Yechim topildi. Endi umumiy yechim topish uchun hammasini yechib qo'yish kerak. Mana bu joyda o'zgaruvchi ajraladigan tenglama kelgan paytida mana bu yerda bu narsani 0 ga tenglashimiz kerak edi. Bu qachon 0 ga teng bo'ladi? U'miz plus minus 1 bo'lganda. U'miz plus minus 1 bo'lishi uchun u deganimiz nimaga teng edi? Z taqsim x ga. Z'imiz esa y ga olib kelib qo'ysam, bir ekan. Ikki tarafini kvadratga ko'tarib qo'yaylik. Y teng x kvadrat ekan. Mana bu ham yechim. Demak, shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.